Ayni vaqtda Suvchilar maktabida Mudofaa va suv xo'jaligi vazirligi hamda Suvchilar maktabi hamkorligida Mudofaa vazirligi mutasaddilari uchun tashkil etilgan malaka oshirish kursi bo'lib o'tmoqda. Bugungi kunda suv va yer resurslaridan oqilona foydalanish strategik ahamiyatga ega. Shu maqsadda Mudofaa vazirligi rahbar xodimlari uchun qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha o'quv seminari tashkil etildi. Suvchilar maktabi prezidentimizni qarorlariga asosan joriy etilgan ekan, juda ham shinam, juda yuqori jihozlar bilan takomillashtirilgan ekan. Bu haqiqatan ham bugungi kunda hozir suv resurslarini to'g'ri sarflanishi bo'yicha juda ham bu dolzarb masala. Shu bo'yicha hozir mana shu yerda darsliklar olib, o'zimizni o'sha ustozlardan darsliklar olib, o'zimizga bir keyingi hayotimizda shularni bir amalga oshirishga kerak bo'ladi. Bugungi kunda global muammoga aylanayotgan bu suvni hozirdan o'sha tejashni amaliyotda o'zimizda qo'llasak, kelajak avlodga bu o'z foydasini beradi deb umiddaman.